Assalomu alaykum. Tush ta'biri kanalimizga xush kelibsiz. Tushda qo'chqor ko'rsa. Tushida qo'chqor qo'yga minib olganini ko'rsa va u itoatkor bo'lsa, ulug' va farmonbardor kishi bo'lishiga dalildir. Tushida sovliq qo'y jang qilganini va qo'chqor uni yengganini ko'rsa, dushman uning ustidan g'olib bo'lishiga dalildir. Tushida qo'chqorning shoxlari katta va kuchli bo'lib qolganini ko'rsa, o'sha kishi kuchli va qudratli bo'lishiga dalildir. Tushida qo'chqor topib olganini yoki birov unga berganini ko'rsa, bir ulug' odamdan mol va ne'mat ko'rishiga dalildir. Tushida qo'chqorning terisini shilib olganini va go'shtini ajratayotganini ko'rsa, biror kishi g'olib kelishi va uning molini tortib olishiga dalildir. Tushida qo'chqorni so'yilishidan ozod qilib yuborganini ko'rsa, g'amdan qutulishiga dalildir. O'ylaymanki, ushbu tush ta'biri ta'birlarni bilishga qiziqqan har bir inson uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni, izoh yozib qoldirishni esingizdan chiqarmang. Rahmat.